Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali O'zbekiston terma jamoasining mundialdagi ishtirokini yoritishda davom etadi. Bugun biz O'zbekiston terma jamoasining ikkinchi turdan o'rin olgan Portugaliyaga qarshi bahs oldidan terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaroning o'yindan oldingi rasmiy matbuot anjumanidagi so'zlarini keltiramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Portugaliyaga qarshi o'yindan avval matbuot anjumanida ishtirok etdi. Fabio Cannavaro: raqibimiz jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Agar Portugaliya jamoasini tahlil qilib ko'rsangiz, ularning qanotlarida juda kuchli futbolchilar bor. Dunyoning eng yaxshi yarim himoya chiziqlaridan biriga ega, shuningdek futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri ham shu jamoada o'ynaydi. Shunday ekan, bu oson o'yin bo'lmaydi, lekin biz jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat va mehnat qilishimiz zarur. Chunki ijobiy natija bilan maydonni tark etishning yagona yo'li shu. Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov: albatta bizda bosim yo'q. Shu sababli ertaga Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizda ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin bizda ishonch shakllangan. Biz allaqachon debyut qilib bo'ldik. Biz ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz. Eldor Shomurodov: biz raqibimizning birinchi turdagi o'yinning natijasiga ahamiyat bermadik. Bu haqida hozir o'ylashning payti emas, balki 3-turdan keyin buni muhokama qilarmiz. Hozir biz uchun eng asosiysi ertangi o'yin. Fabio Cannavaro: biz Portugaliyaning futbol falsafasini o'rganishga harakat qildik. Ular doimo to'p nazorati orqali o'yinni boshqarishni yoqtiradi. Shuningdek, o'yinni juda faol boshlashga intilishlarini ham bilamiz, chunki imkon qadar tezroq o'yinni o'z foydasiga burishni, himoyani yorib o'tishni istashadi. Shundan kelib chiqib biz ham bunga tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. O'z rejamiz va strategiyamiz bor va maydonda aynan o'z o'yinimizni namoyish etishga harakat qilamiz. Futbol shunday o'yin. Biz juda kuchli jamoaga qarshi maydonga tushayotganimizni bilamiz. Avval ham aytganimdek, biz bundan qo'rqmaymiz. Qo'limizdan kelgan eng yaxshi o'yinni ko'rsatishga va o'yin oxirigacha kurashishga harakat qilamiz. Avval ham aytganimizdek, biz faqat Krishtianuga qarshi o'ynamaymiz. U futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. Biroq Portugaliya faqat Ronaldodan iborat emas. Ularning asosiy tarkibida ham, zaxirasida ham juda ko'p yuqori saviyali futbolchilar bor. Shunga qaramay, jarima maydonida Ronaldoni bir lahzaga ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o'yin davomida ham istalgan payt gol urishga qodir. Shu bois butun o'yin davomida maksimal darajada diqqatli bo'lishimiz kerak. Eldor Shomurodov: Kolumbiyaga qarshi birinchi bo'limda murabbiy ko'rsatmalarini to'liq bajara olmaganimiz evaziga xatolar kelib chiqdi deb o'ylayman. Ertaga bunday xatolarni takrorlamasdan o'z o'yinimizni ko'rsatishga, to'pni ko'proq nazorat qilib, vaziyatlar yaratishga harakat qilamiz. Fabio Cannavaro: jamoaga kelganimizdan buyon asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratildi. Ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o'ynagan, ba'zilarida esa ma'lum muammolar mavjud edi. Shunga qaramay, so'nggi o'yin davomida futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko'rdim. Jamoa o'yinni yuqori tempda yakunladi va barcha o'zini yaxshi his qildi. Eldor Shomurodov: hammasi yaxshi, hayajon bo'lishi tabiiy, biroq maydonga chiqqan birinchi daqiqamizdayoq bu esdan chiqadi. Fabio Cannavaro: albatta statistikalarni tahlil qilish oson emas. Masalan, to'pning harakat tezligiga qarasangiz, futbolchilarning texnik mahorati qanchalik yuqori ekanini tushunishingiz mumkin. Men faqat jismoniy ko'rsatkichlarga qarashni yoqtirmayman, chunki yakunda eng muhimi to'pni qanday nazorat qilishingiz, qanday uzatishingiz va uni qanchalik kam yo'qotishingizdir. Menimcha, agar siz o'yin davomida to'pni 20 marta yo'qotsangiz, uni qaytarib olish uchun 20 marta yugurishingizga to'g'ri keladi. Bu esa juda muhim omil. Portugaliyaning statistikasi esa albatta ko'p jihatlar bo'yicha yuqori darajada. Biz buni bilamiz va tahlil qilib chiqdik. Shu bilan birga biz maydonda tartibsiz ravishda har tomonga yugurib yurishimiz kerak emas. Masala ko'p yugurishda emas, to'g'ri yugurishda. To'pni yo'qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish muhim, deydi O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi. Eslatib o'tamiz, bugungi bahs Toshkent vaqti bilan 22:00 da start oladi.